Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun qirqbug'um o'simligi haqida Ibn Sino tib qonunlari 2020-yil 681-bet. Окопы важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. 1990-yil 279-betda berilgan ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib chiqishga harakat qilamiz. Qisqacha qilib aytganda, qirqbug'um o'simligi jigar va o't yo'li tosh kasalligida, buyrak va siydik yo'li tosh kasalligida, oshqozon va ichak kasalliklarida va yara kasalliklarida ishlatiladi. Qirqbug'um o'simligi ruschasiga quyosh polivoi tarkibida foydali moddalardan glikozidlar, flavonoidlar, vitaminlar, karotin, ayniqsa silikat kislotasi, ya'ni kremniy kislotasi 25% gacha bo'lib, shuning 80% qismi suvda erigan organik birikma holatida bo'ladi. Birinchi, Ibn Sino ham yara va boshqa joyini kesib olganda o'simlik shirasidan foydalangan. Yana jigar kasalligida, oshqozon va ichak yara kasalligida, hatto qorinda suv to'planganda, ya'ni vodyankada, ichakdan qon ketganda foydalangan. Ibn Sino kesib olgan joyda nerv tomiri o'tgan bo'lsa, nerv tolasiga ham foyda hisoblagan. Shuning uchun yara va kesib olinganda tavsiya qilsa bo'ladi. Yana oshqozon va ichak yarasini bitishini tezlashtirib beradi. Ikkinchi, qirqbug'um damlamasidan tibbiyotda, ya'ni meditsinada kremniy kislotasi borligi uchun siydik yo'li tosh kasalligida ham ishlatiladi. Chunki siydik yo'li va buyrakdagi tuzlarni kremniy, ya'ni silikat kislotasi kolloid holatiga, ya'ni xalq tilida erigan holatga keltirib, tosh hosil bo'lishini oldini oladi. Faqat buyrakni nefrit, nefroz kasalliklarida damlamadan kamroq ichiladi. Uchinchi, qirqbug'um o'simligini ta'sir kuchini oshirish uchun vitaminlik mahsulotlardan smorodina, namatak iste'mol qilinadi. Agar iloji bo'lmasa, qizil sabzidan sirka, uksus qo'shmasdan har xil salatlar qilib iste'mol qilsa ham bo'ladi. To'rtinchi, qirqbug'um o'simligini ta'sir kuchini oshirish uchun siydik haydovchi ham iste'mol qilish kerak. Siydik haydovchilarga esa kik o'ti, ramashka va boshqalar kiradi. Beshinchi, kik o'ti, namatakni bir o'zini yoki ikkalasini qo'shib damlama tayyorlasa bo'ladi. Oltinchi, nefrit, nefroz kasalligi bo'lmasa, kik o'ti, namatak, qizil sabzini iste'mol qilish ixtiyor hisoblanadi. Yaxshisi esa iste'mol qilgan hisoblanadi. Yettinchi, 2 osh qoshiq qirqbug'um o'tini 1 stakan qaynoq suvda 2 soat damlab qo'yib dokadan o'tkaziladi. Bir kunda 1-1,5 stakan damlamani 3 ga bo'lib iliq holatda iste'mol qilinadi. 7-10 kun iste'mol qilib, 7-10 kun ichilmaydi. Bu muolaja yana qaytariladi. Damlamadan ko'proq tayyorlab, xolodilnikda asrasa bo'ladi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Qirqbug'um o'simligi to'g'risidagi ma'lumotlarni meditsinada o'qiladigan kitoblardan Xalmatov Основные лекарственные растения Средней Азии darslik 1984-yil 155-bet. Окопы важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение darslik 1990-yil 279-bet va boshqa kitoblardan olib to'pladik.